Akalar, Captur Tour avtomobilini zavodskiy kamerasining o'rniga universalning Malibu Rubaglas kamerasi ustunovka qilishlik qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bu video siz uchun albatta foydali bo'ladi. Captur Tour avtomobilimiz keldi. Bu mashinamizda ham zadniga urganingizda zadniyni polasalarini beradi, lekin zadniy ko'rsatib bermaydi. O'zini kamerasini qo'yishinglar mumkin deyishinglar mumkin. O'zini kamerasini qo'yadigan bo'lsa, sizga bir $100 dan qimmatroq turadi. Bunga biz hozir universal Malibu kameralarni ustunovkalarini qilib beramiz. Bu videoga like bosib, kommentariyasiga telefon raqamingizni yozib qoldiradigan bo'lsangiz, sizga videosini tashlab berishimiz mumkin bo'ladi. Albatta o'rtoqlarga ham jo'natib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bundan qiziq videolarimiz hali oldinda. Podдержка qilib tursanglar, sizlar uchun addish videolar, layfhaklar tayyorlab boramiz. Joyini ham ko'rishinglar mumkin. O'zimizni asosiy joyiga akkuratlik qilib solib berganmiz. Xudo xolasa sizlar bilan ishlashini tekshirib ko'ramiz. Zadniga yurganimizda polovishini tiniq olib beradi. O'zinikidan даже tiniqroq olib beradi. Xohlasanglar palasasini qo'shib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar palasa kerak emas bo'ladigan bo'lsa palasini o'chirib olsanglar ham bo'ladi. Shunaqa xizmatlar bo'yicha ham bemalol avtoelektrik 0.ga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishlar chiroyli qilib, sihat qilib bitirib beramiz.